Demak, Kroosning ketishini Ancelotti bu qadar ta'sirini oldindan taxmin qila olmagan. Uning pozitsiyasini adekvat yopa olmagan. Modric qaradi. 39 yosh bari. Misol Ronaldo 39 yoshda gol urib turishi mumkin, lekin Modricning funksiyasi boshqada. U maydon markazida to'liq bir qanaqadir bog'lovchi yurak vazifasini bajarib berish kerak, qonni aylantirib berish kerak. Lekin bu yoshda bunaqa funksiyalarni hammasini bajarish sal qiyinroq bo'lishi mumkin. Toni Kroos darajasidagi, ya'ni daraja emas, misol Chouameni ham, Kamavinga ham darajasi yomon emas, lekin Toni Kroosning intellekti bor edi. Ya'ni u o'yinni foydali tomoniga o'zgartira olardi va shu narsa, shu jihat men faqat Fededa ko'raman buni, Valverde, lekin Fede o'zini funksiyasini bajarmayapti. Bekorga turmush o'rtog'i yozmadi-da tweet. Qachon buni o'z pozitsiyasida o'ynatadi degan jahl bilan yozdi-yu, Valverde Kroos bo'la oladi, lekin Kroos funksiyasini berishmayapti unga. Mana shu narsa ham bermasligiga sabab u universal jarohatlar zonasini u yopa oladi, boshqasi yopa olmaydi. Yo Kamavinga yoki u. Kamavinga chap qanotda muammo bo'lsa yopa oladi, Fede o'ng qanotda muammo bo'lsa yopa oladi.